Assalomu alaykum azizlar. Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning Lisan-ut Tayr dostonini e'tiboringizga havola etamiz. Lisan-ut Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdil va izohlar mualliflari Manzar Abdulxayr va Abduhamid Pardayev. Suxandon Dilbar Vosiyeva, ijodiy hamkorlarim Jamshid Yoqubov hamda Aziz Sobirov. Bir 152 bob. Hikoyat. Asmai haj sari ketayotib, bir manzilda daraxtlar va gullarning o'sib yotganini ko'rdi. Bu yerdagi maysazor va gulzor o'rtasidagi mangulik chashmasi kabi bir buloq sharqirab oqib turar edi. Bu yerdan o'tgan ariq oshiq jonidek pokiza va ravshan bo'lib, undan oshiqlarning ko'z yoshlari kabi tiniq suvlar oqardi. Asmai suv yoqasida bir muncha vaqt hordiq chiqardi. Ko'ngli g'amlardan xalos bo'ldi. Tabi'i shu yerga naqshlanib, buloq boshida xat yozilgan bir toshni ko'rdi. Unda: "Ey Hijoz ahli, bu sirning chorasini topsangiz, agar kimdir ishq dardiga mubtalo bo'lib, ishq sabru qarorini olgan bo'lsa, ne qilsin?" deb yozilgan edi. Asmai qo'liga qalam va siyoh olib, bu xat tagiga yozdi: "Kimki bu halokatli girdobga tushib, undan pok chiqmoqchi bo'lsa, muhabbat azoblaridan qo'rqmasin." Asmai yuqoridagi savolga shu javobni yozib, bu manzilni tark etdi. Ertasiga yana shu joyga kelib, xat bitilgan toshga nazar soldi. Qarasa, oldingi kotib o'z qalami bilan yana yozibdi: "Agar ozurda jon oshiq o'zi pok bo'lsa-yu, yana ishqini yashirin saqlasa, lekin qalbidagi muhabbat juda shiddatli bo'lib, uning toqati toq bo'lsa hamda vaslga ehtiyoj sezsa, bunday paytda u nima qilsin? Buning ilojini topa olmasa, naylasin?" Asmai bu favqulodda sirdan ogoh bo'lgach, sehrli qalami bilan yozdi: "Ishq ichra men nasihat qilgan o'sha dardli va notavon kishi bu nasihatlarimdan o'z maqsadiga erishmagan bo'lsa, o'lsin va ishq o'ti ichra o'zini xalos qilsin." Berahim nasihatgo'y bu halokatli javobni yozib, buloq yonidan tezda jo'nab ketdi. U bir kun boshqa joyda hayallab, ertasiga o'z tuyasini yana o'sha tomonga haydadi va oshiq javobini bilmoqchi, g'oyibdagi hasratli oshiq yana nima deb xitob qilganini ko'rmoqchi bo'ldi. Kelsa, hayotidan voz kechgan, aftu angoridan xorizorligi oshkor bo'lgan, rangidan bemorligi ko'rinib turgan, o'z ahvoli bilan el ko'nglini buza olgudek ruhsiz bir kishi buloq yonida yotibdi. U ishq ichra tortayotgan barcha azoblariga nuqta qo'yib, boshini toshga chunon uribdiki, bu zarbadan tosh sinib ketibdi. Qoni buloq suvini loladay alvon qilib oqar, toshdan boshi pastga tushgancha o'lib yotar edi. Nasihatgo'y bergan o'git sababli oshiq o'z jonini tark qilib, uni hijron azobidan qutqargan va ishq aro go'yo o'zidan ketib yotgan ekan. Asmai
Bu g'aroyib holni ko'rgach behad iztirobga tushdi. To'nini yirtib, sallasini yerga urdi. O'z nasihatiga amal qilgan oshiqi zor uchun motam tutdi. U bundan ortiq biror qattiq fojiani ko'rmagani tufayli faryod tortib, achchiq yig'ladi. Ko'ngli qon bo'ldi, yerni qazib, marhumni qabrga qo'ydi. Oshiq shahid bo'lgani uchun uning jismiga qonli libosi kafan bo'ldi. Ey foni, ishq ichra foniylik shunday bo'ladi. Agar sabr toqating tugagan bo'lsa, xuddi shu kabi jon taslim qil. Bu xil o'lmoqni Alloh kimga nasib qilsa, unga 100 minglab jonni fido qilsa ham arziydi. Bir 153 bob. Ma'rifat vodiysining vasfi. Ishq vodiysidan keyin ma'rifat vodiysi keladi. Bu vodiyning nihoyatida bepoyon dasht ekanligiga ko'z tashla. Kimki bu vodiyga kirsa, u yerdagi ahvolning ixtilofli ekanligini ko'radi. Bu shunday vodiyki, uni 100 minglab turli yo'llar kesib o'tadi, ammo ulardan biri ikkinchisiga sira o'xshamaydi. Butun va bo'lak o'rtasidagi qarama-qarshilik ham shu yerda mavjud. Taraqqiyot ham, tanazzul ham shu joydadir. Unda sen behisob yo'lovchilarni sarsonu sargardon, har biri o'zga bir yo'ldan ketib borayotgan holda ko'rasan. Ularning har biri o'zi ketayotgan yo'l bilan faxrlanadi. Har biri yo'lni o'z yo'li tomonga buradi. Biri xush tutgan yo'lni ikkinchisi xohlamaydi. Har birining ko'ziga o'ziniki yaxshi ko'rinadi, boshqasini esa nazarga ilmaydi. Unda pashsha ham, fel ham yo'lovchi, unda pashsha ham, Jabroil ham uchadi. Muso ham, Fir'avn ham unda yo'lovchi. Ammo bilgilki, ularning ikkalasi birdek emas. Mahdi va Dajjal ham bu yo'ldan o'z mazhablarida sobit odimlaydi. Biroq Isoni u mingan ulovga tenglashtirib bo'lmaydi. Ahmad va Abu Jahl ham u yerda ko'rinadilar. Bunisi nurga g'arq bo'lsa, unisi zulmat iskanjasida. Bu yerda barcha yaxshi yomon sayr etadi. Unda mo'min ham, kofir ham yo'lovchi. Agar bu yerda otashparastlar o'z lotiga talpinsalar, Ka'ba ahli musulmonlar esa yolg'iz Allohga sig'inadilar. Kufr ahli lotni ogoh deb aytsalar, lekin islom ahli la ilaha illalloh deya takbir aytadilar. Bunda ziddiyat bo'lmasdan iloji yo'q. Chunki yo'llarning o'zi bir-biriga xilofdir. Yo'l boshlovchi payg'ambar ham bu haqida shunday degan. Kimki haqqa erishmoq uchun safarga otlansa va bu yo'lning son sanoqsiz ko'p ekanligini ko'rmoqchi bo'lsa, uni xalq olayotgan nafasga qiyos etsin. Bu yo'llarning barchasi qo'yqali bo'lmagandek, ularni toza ham deb bo'lmaydi. Odamzod e'tiqodida ixtilof bo'lmog'i tabiiy bir holdir. Jumladan gado ham, shoh ham har biri o'zga yo'l bilan sulukni ado etadi. Bunda harakat qilinsa nafi yaxshi bo'ladi. Bunda sifat va kamolotga erishmoq lozim. Bunda soliklar o'rtasida tafovut bo'ladi. Unisi mehrobga bosh qo'ysa, bunisi butga sig'inadi. Har kimning bilimi o'ziga sifat bo'lib qoladi.
Ma'rifat mana shunday turli tafovutlarni keltirib chiqaradi. Har bir kishi o'z sohasida kamolga intilib, bu vodiy ichida kezib yuradi. Suluk tartibida shu xil turli o'zgarishlar mavjud bo'lgani bilan bu yo'lga kirganlarning maqsadi bittadir. Ular borayotgan yo'li agar egri yoki to'g'ri, yiroq yoki yaqin bo'lsa ham, bu yo'lda ba'zilar o'lib ketgan, ba'zi birovlar yo'ldan adashgan, ba'zilar esa turli so'qmoqlarda avvora-yu sarson kessalar ham, bu yo'lni bosib o'tmasdan turib maqsadga erishish mumkin emas. Ma'rifat quyoshi yuz ko'rsatgach, har kim o'z maqsadiga erishmoq uchun o'z suluki holiga natija istaydi va o'zi shug'ullanayotgan a'mol vositasida naqdni qo'lga kiritmoqni xohlaydi. Chunki u pokiza nur, yorug' shu'la sochgach, bu shu'la har kimning kamolga erishuvini yoritib turadi. Kimki bu yo'lda mashaqqat chekkan bo'lsa, u o'z suluki nihoyasida xazinaga erishadi. Suluk ichra ixtilof ko'p bo'lib, ulardan ko'pi quyqali, sofi esa ozdir. Bu sof tabiat egalari sirasiga payg'ambar shariati qonun qoidalariga hamisha amal qilganlar kiradi. 154-bob hikoyat. Bunga mazkur mojaro juda yaxshi misol bo'ladi. Naql qilishlaricha, bir guruh ko'rlar biron sabab bilan musofirlik yoki asirlik tufayli Hindistonga borib qolibdi. So'ngra falakning gardishi bilan yana o'z yurtiga qaytib kelibdi. Bir kishi ulardan Hindistonda filni ko'rdinglarmi deb so'rabdi. Ular ha deb javob beribdi. Ko'rgan bo'lsangiz ta'riflab bering debdi o'sha kishi. Ular aslida filni ko'rmagan, u haqda hatto yaxshi so'rab ham olmagan edi. Har biri filning bir a'zosini paypaslab, ma'lum tasavvur hosil qilgan edi xolos. Binobarin, filning oyoqlarini ushlab ko'rgan kishi fil ustunga o'xshar ekan desa, qornini paypaslagan yo'q, u beustun dedi. Xartumini ushlagan fil ajdahoga o'xshash darranda ekan desa, tishlarini ta'riflagan kishi esa fil ikkita suyakdan iborat dedi. Quyrug'idan xabar topgan kishi filni osilib turgan ilonga qiyos etdi. Filning boshini paypaslagan kishi uni bir qoyaning tumshug'i deb atadi. Filning qulog'iga qo'l tekizgan kishi uni qimirlab turgan ikki yilpig'ich ekan dedi. Ularning barchasi ko'r bo'lgani bois shu tariqa turli so'zlar aytdilar. Ular aytgan so'zlarning barchasi to'g'ri bo'lsa-da, ularning hammasi nuqsonli edi. Ularda tartib yo'q edi. Shuning uchun ham felbonlik sohasida ustod hisoblangan yutuq donishmand, o'zi hind bo'lgan kishi ular aytgan so'zlarni tinglab, naql qilganlarga ta'na qilmadi va shunday dedi. Har bir odam fe'l haqida bilganini aytib, fe'l haqida tasavvur berdi. Ular bir-birlariga zid fikrlarni aytgan bo'lsalar ham kechirimlidir. Chunki ularning har biri o'z bilganicha so'z aytdi. Ammo ulardan hech biri fe'lni ko'rgan emas edi. Lekin ular aytgan sifatlarning barchasi jamlansa, ulardan fe'l haqida muayyan tasavvur hosil bo'ladi. Teran mushohadali kishi to'g'ri tushungani uchun ham hech ikkilanmasdan ko'rlar aytgan barcha so'zlarni rost deb e'tirof etdi.
Siz Alisher Navoiyning Lisonu Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdilni tingladingiz.